Fransiyaga 17:25 ta qo'namiz. Mana aniq bo'ldi. Men shunaqa qo'lini ko'ksiga qo'yib olib, yozma ustimdan dedi. Men erkakman. Hayotimda 3 ta odamni ustidan yozganman. 3 ta. Qochding deyapti, bitta rasm tashab qo'yibdi. Qochgan odam orqasidan rasmga olinadimi yo qochgan odamni oldida rasmga olinadimi? Keyin menga yozdani izzatildi degan. Bitta mushni tashab olibdi. Mush ko'kargan mush tashab olibdi menga. Mana mushimni eslab qoldingmi deyapti. Meni urdim deb o'ylayapti-da u. Yenileceksiniz, yenileceksiniz yiğit muahitlere. Yenileceksiniz, yenileceksiniz, yenileceksiniz. Hepiniz cehenneme sürüleceksiniz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu chiqishimni yuqori kayfiyatda va o'zgacha uslubda olib boraman. Nimaga desanglar, tavhid ahli bo'lgan musulmon birodarlarim, aka-uka opa-singillarim, ashrordan aziyat chekkan onaxonlar, sizlar uchun xush xabar. Ashror ko'r muritlari, ayyonlari va ayollari uchun esa shum xabar. Mavzu Fransiyadagi voqealarning asl haqiqatlari. Sizlar ushbu kungacha Fransiyadagi voqealar masalasini ashror eshakdan eshitdinglar. Lekin bironta dalil ko'rsatgani yo'q. Tiz cho'kkalattirdim, urdim, quvladim, quyladim dedi-yu, lekin bironta dalil keltirgani yo'q. Sizlarga ma'lumki, bu Qobil Do'stovni bir mush urgan zahoti videosini butun internetga yoygan edi. Agar bunda dalil bo'lganida, allaqachon internetga qo'ygan bo'lardi. Bu sharmanda faqat bittagina video qo'ydi xolos. Chechen birodarimi Fransiya politsiyasiga qanaqa qilib ushlab berayotganini videosini qo'ydi xolos. Sharmanda. Nimaga bu bola bir oy o'tgandan keyin bu masalani ko'taryapti deyishingiz mumkin. Birinchidan ashror sizlarni aldadi. Ko'rishib turib ko'rishmadi, Ibrohim kelmadi dedi. Ikkinchidan Fransiya politsiyasining qo'lida chechen birodarim qolib ketgan edi. Uni masalasi hal bo'lmagunicha men ortiqcha gap gapira olmas edim. Bugun esa sizlar barcha haqiqatga dalillar bilan guvoh bo'lasiz. Bitta narsaga diqqat bilan e'tibor beringlar-da. Bu saroy mullasi bizani maqsad Ibrohim bilan ko'rishmas degan edi-ku. Bizani maqsad tijorat, zafaron tijorati. Uni zavodini sizlarga ko'rsataman, tijorat bo'yicha keldim deb, na zafaronni ko'rsatdi, na tijoratdagi sheriklarini ko'rsatdi, na boshqa narsani. Fransiyadagi ish bajarilishi bilan Pagolli akalari bilan O'zbekistonga qaytib ketdi. Aytgancha, sizlar hayron bo'layotgan bo'lsanglar kerak. Nimaga bu kadr yelkasigacha turibdi? Doim bu bolani soqoli uzun, soqoligacha ko'rsatardi-ku o'zini deb. Shu yerdan sizlarga dalil berishni boshlayman. Meni ko'rdingmi deb qo'yadi. Qani buni soqoli? Soqoli yo'q-ku buni. Narginsning ham soqoli yo'q. Bu soqolim bor deyatdi-yu. Ashror, seni urgan ikkinchi bolani soqoli yo'qmidi? Tanishmi? Ovozimchi. Haqiqatni aytadigan vaqt keldi shekilli, to'g'rimi? Boshladik bo'lmasa. Eng qizig'ini aytaymi? Bu saroy mullasi O'zbekistonga qaytishi bilan xotinlariga maqtanibdi. Ibrohimni ushadim, yalintirdim, O'zbekistonga olib keltiramiz dedi. Shu sizlarni oranglarda ashror xotinlar o'tirgan bo'lishi kerak edi, ko'zimga ko'ringandek bo'ldi. Mana, siz chetroq turing-da. Malika, san, Muzayyanasan, mashta bitta beparosat bolasini emizib o'tiruvdi. Qani, Mo'mina san, sizlar yaqinroq kelib o'tiringlar. Sizlar yaqinroq kelib o'tiringlar. Ashror ko'r muritlari sizlar ham yaqinroq kelib o'tiringlar. Bugun sizlarga bitta seryozni ashror kalta yeganini ko'rasizlar. Faqat yig'lamanglar. Ana endi bo'lgan voqealarni dalillar bilan gapiramiz. Sizlar chalg'ib ketmasligingiz uchun ekranning pastki qismida dalillarni ketma-ket ravishda qo'yib boramiz. Izohlaydigan joyida albatta izohlab beramiz. 2025-yil 12-oktyabr kuni saroy mullasi Ashror Yahudiy promoy efirda shu so'zlarni aytdi. Biz hozir Fransiyaga uchyapmiz, bizani kutib olgan Ibrohim dedi. U vaqtda men Shvetsiyada edim. Telegramdan dumaloq video xabar jo'natdimki, bir kun avvaldan ogohlantiramanki, Fransiyaning shimoliy qismidagi chechen birodarlar masjidida ko'rishamiz dedim. Bu u masjidning rasmi 5 yil oldingi u yoq bu yoqda dedi-yu, lekin masjid u yoqda tursin, bu hattoki Fransiyaga kelmadi. Biz Fransiyaga uchyapmiz degan samolyot nimagadir Italiyaga borib qo'ndi. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin Fransiyaga kelishini e'lon qildi. 14:55 ta ertaga uchib Fransiyaga 17:25 ta qo'namiz. Mana aniq bo'ldi. Mana buni Fransiyaga kelishi bizlarga Alloh tarafidan berilgan bir imkoniyat. Mujohid birodarlarimizni, opa-singillarimizni, onalarimizni qasosini olamiz Alloh uchun deb qasos olishlikka kirishdik. Shundan keyin to'g'ri Parijning Orly aeroportiga qarab yo'l oldik. Ashrori Malagadan uchgan samolyoti
17:25 da qo'nish kerak edi. Siz rasmdan ko'rishingiz mumkinki, uchib kelishdan avval 3-arrivalda borib, tablolarni ko'rib, qo'nadigan vaqtlarini ko'rib, uni kutishni boshladik. Uning samolyoti 17:19 da Orly aeroportiga kelib qo'ndi. Soat taxminan 18:10, 18:15 lar atrofida aeroportdan chiqib, 4-5 daqiqa efir qildi-yu, mehmonxonaga qarab yo'l oldi. Fransiyaning Orly aeroporti ikki qismga bo'linadi, yuqori qavat va pastki qavat. Bizning mashinamizni yuqori qavatdaligi bo'lganligi sababli Ashrorni kuzatib bora olmadik, yo'qotib qo'ydik. Uni topish maqsadida haqiqatdan Ashrorni o'zi e'tirof qilgan edi. Menga o'sha izohlarda Izzatilla degan bitta profildan yozdi. Izzatbek ismli soxta profildan Ashrorga SMS yozdim, urishdim va qaysi mehmonxonada yashayotganligini Allohning izni bilan aniqladim. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlarki, al-harbu xoda, jang bu hiyladir. Ashror Parijga kelganiga bir kun bo'ldi. 2025-yil 17-oktyabr. Yozishmalardan ko'rishingiz mumkinki, u bilan soat 10 ga ko'rishlikka kelishib olganmiz. Uning mehmonxonasiga yetib borgan vaqtimizda hamma e'tiborini va diqqatini qaratsin. Tashqarida Ashror, Xusrab va ikkita davlat xavfsizlik xizmatiga tegishli odamlar turgan edi. Men buni keltirib beraman inshaalloh. Ana undan keyin uni tarafiga 2 kishi bo'lib bordik. Ashror, u joyda men seni oldinga borganimni, men seni urganimni sen juda yaxshi bilasan. Meni chechen birodarim seni qarshingga kelib to'xtadi. Men yon tarafdan haqiqatdan qo'limda telefon bilan oldinga keldim. Senga o'zbekcha gapirib, ushadimmi najas deb seni urishni boshladim. Allohga hamd bo'lsinki, Alloh seni shunaqangi xor qildiki, oldi orqangga qaramasdan qochishni boshlading. Sen o'zingchalik xalqqa aldading-ku. Men urush uchun shaylandim, urdim, tiz cho'kkalattirdim deding-ku. Bu videoni ko'rgan odam seni qanaqa super mega lamanushka bo'lib qochganingni, qo'rqqaningni, yuzlaring oqarib ketganiga guvoh bo'lishadi. Allohga hamd bo'lsinki, seni xor qildi. Sen musulmonlarning kaltagini yeb, oldi orqangga qaramasdan qochding. Ey xalq, bu lamanushka shunaqangi qochdiki, sizlar rohatlanib Allohga takbir etinglar. Allohu akbar. Alloh chechen birodarimdan ham rozi bo'lsinki, oldindagi 2 DXX xodimini yer bilan yakson qildi. Ana endi hamma e'tiborini shu narsaga qaratsin. Diqqatinglarni qaratinglar. Ashror o'zini efirda aytdi-ku, men Fransiya politsiyasiga 5 ketdim. Qattiq jang bo'lsa, urush bo'lsa, nizo bo'lsa, birdaniga o'sha yerda ularga signal kelar ekan deb erta aytdi-ku, diqqat qilinglar-da. 10 sekund. Voqea 10 sekund. Fransiyada men politsiya xizmatiga qoyil qoldim. 10 sekundda ambulans ovozi bilan politsiya yetib keldi. Haligi qochdi. Menga sakrayapti. Qaranglar, buni gapi bo'yicha qattiq to'polon urush bo'lsa, politsiyaga xabar kelarmish. Yo'q. Bu tadbir edi. Bu tadbir meni ushlash uchun edi, Ashror. Sen tan olgan, seni yoningdagi 2 DXX xodimi edi. Qaysi joyda politsiya jang bo'lgan joyga birdaniga yetib keladi. Luvrda 58 millionmi, 88 millionlik narsa o'g'irlandi. Politsiyaning apparatiga signal kelgani-yu. 2021-yil bir chechen birodar bir kofirni so'yib tashadi. Politsiyaga hech qanaqa xabar kelgani yo'q. Oradan 2 soat o'tib keldi. Luvrga politsiya 2 soat o'tib keldi. Qanaqa qilib bizni seni urgan joyda politsiya paydo bo'lib qoladi? Bilasanmi? Chunki sen tadbir bilan borgansan, chunki sen taraddudlanib bizlarni kutib turgansan. Seni urgan Allohga hamd bo'lsinki men bo'laman, Ashror. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar, al-harbu xoda. Jang hiyladir. Seni hiyla bilan qo'lingga tushirib, itdek quvib haydadim. Ko'tlaringga tepib urib quvladim seni. Allohga hamd bo'lsin. Muslima opa singillarimni, sendan ozor chekkan onaxonlarni, mujohid birodarlarimni, ustozlarimni qasosini Alloh uchun sendan oldim. Alhamdulillah, Allohu akbar. Ashrorga yana bir gapiga e'tibor beringlar. Men ularni qana qilib yerga tizalatib qo'yganim ko'rsataman deb politsiyaga o'sha berganini ko'rsatyapti. Diqqat qilinglar-da. Qoqib qo'ydik dedimi? O'sha qoqib qo'ydik deganimni dalili. Ko'rsataymi sizlarga? Turibdi. Ashrorni bir insonni tizalatib qo'ydim deganda odamlar o'ylashi mumkin-da, "Va, bu urib tashlabdi" deb. Ashrorni birovni tizalatib qo'yishi uni politsiyaga o'sha berishidir. Xotinlardan battarsan, subhanalloh. Inshaalloh sen bilan hali hisob kitobimiz tugamadi. Senga yana tuzoqlar tayinlanyapti. Sen ha demay yana qo'limga tushasan. Ana endi eng muhim nuqta. Xolislik bilan e'tiboringizni va diqqatingizni qaratinglar. Ey ko'r muridlar, sizlar ham ozgina Allohdan qo'rqib xolis bo'linglar. Diqqat qilinglar. Ashrorning so'zini eshitinglar.
Biz o'sha kuni Shveysariyaga ketishimiz kerak edi deyapti. Eshitdinglar? O'zim aka chiqdim, orqamdan ikkita do'stimizdan biz endi o'sha kuni Shveysariyaga ketadigan kunimizda taksi kutib turdik o'zi. Men qo'lga olingandan keyin men ustimdan jinoiy ish ochilib, sen ariza yozib berganingdan keyin meni ham, birodarimni ham ustidan. Ana undan keyin senga ruxsat berishdi. Shu sababdan seni bir kun ushlab turishdi Fransiyada. Ana endi mana bu qo'limdagi Ashror Yahudiyning terpillalik qilib yozgan arizasi. Bayonnoma raqami, vaqti, mana soat taxminan 1larda bu bayonnoma tuzilgan. E'tibor beringlar. Meni ko'ksiga qo'yib olib, yozma ustimdan dedi. Men erkakman men. Keyin qayerdandir ayol kishi politsiya ekan, o'sha tergovchi, u keldi. Hamma narsani so'radi. Shikoyating bormi? Yo'q dedim. Ishimizni ayol politsiyachi ko'rdi dedi. Bu yerda ham ayol politsiyachining ismi turibdi. Eva ismli ayol kishi. Arizachini shaxsi Abduazimov Abrorjon 1976-22-iyulda tug'ilgan o'zbek fuqarosi, Ibis Styles Parijdagi 715-xonada yashagan. O'zbek telefon nomerasi qo'yilgan. Shaxsini tasdiqlash uchun pasportini taqdim qilgan. Endi diqqat qiling, hodisa bayoni. Buni ChatGPT dan o'zingiz tarjima qilib olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni originalligiga ishonasizlar. Men mehmonxona tashqarisida do'stlarim bilan gaplashayotganimda ko'chadan ikki kishi biz tomonga keldi. Ko'rinishidan biri o'zbek. Ashror, sen xalqqa ikkita chechen deb aldayotding-ku. Arizinda esa biri o'zbek deyapsan. Chunki senga o'zbekcha gapirib urdim seni. Lamanushka. Ko'rinishidan biri o'zbek, ikkinchisi chechen edi. O'zbek millatiga mansub bo'lgan bola meni urdi. Chechen millatiga mansub bo'lgan yigit esa do'stlarimni urdi. Biz ulardan qochib qutulishga muvaffaq bo'ldik. O'zbek yigiti, ya'ni meni aytayapti. Xalqaro qidiruvdagi xatarli shaxs. Uni pastida meni shaxsiyatimga oydinlik kiritishgan, albatta yoningdagi DXX xodimlari va sen meni ism familiyamni, pasportimni kopiyalari sizlarda bor, mavjud. Allohga hamd bo'lsinki, sizlar niyatingizga yetisha olmadinglar. Ko'rmuritlar yoki boshqalar aytishi mumkin. Bu arizani haqiqatan Ashror yozganligini qanaqa qilib isbotlab berasan deyishinglar mumkin. Qo'limda bo'lsa bu arizaga tikilgan Ashror Yahudiyning pasportining kopiyasi bor. Agarda bu soxta bo'lsa, seni pasportingning kopiyasini qayerdan olaman men Ashror? Mana bu seni ham advokatingga, meni ham advokatimga taqdim qilinadigan hujjatlar hisoblanadi. Ey xalqim, bu saroy mullasi aslida hech qanaqa tijorat uchun bormadi Yevropaga. Yevropaga meni ushab kelish uchun bordi. Allohga hamd bo'lsinki, ular ham makr qildi, buyuk Robbimiz ham makr qildi. Albatta Alloh azza va jallaning makri ularnikidan kuchlidir. Biz o'zimizni Allohga topshirdik. Sizlarga haqni ulashishga harakat qildik. Ashror, bugun seni ko'miladigan kuning. Ana endi barchangiz takbir etgan holatda ushbu videoni tomosha qiling. Ushadimmi najis? وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى Yenileceksiniz, yenileceksiniz yiğit muahitlere. Yenileceksiniz, yenileceksiniz, yenileceksiniz. Hepiniz cehenneme sürüleceksiniz. Yenileceksiniz. Bizim dinimiz, batsın demokrasiniz, mülk ve bürokrasiniz,
sizi kurtarmayacak. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ya dönün Rabbinize ya da veil olsun size. İslam bizim dinimiz, batsın demokrasiniz. Mülk ve bürokrasiniz sizi kurtarmayacak.